Bugun 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. Xo'jaobod tumani Samo korxonasida mana shunday ko'ngli yarim bolajonlar uchun ajoyib bayram tadbiri tashkil etildi. Mana butun jahon nogironlar kuni munosabati bilan butun respublikamizda, viloyatimizda, biz shu qator biz tumanimizda mana bugun nogiron bolalarga shu tumanimiz hokimi ishtirokida hamda mutasaddi tashkilotlar hamda mana Samo Akramjon, Akmaljonlarni rahbarligida shu 400 dan ziyod bolalarimiz shu yerga olib kelib bayramona kayfiyat qilishib, shunaqangi bayramona konsertlar qo'yib, ko'rsat teatrlar olib kelgani uchun bu bolalar nomidan, ota-onalar nomidan, o'zimiz kollektiv hamda pedagoglar nomidan bu yigitlarga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz.